boshladik. Ushbu so'zlarni jon qulog'ingiz va mehrli yuragingiz bilan tinglashingizni so'rab qolamiz. Rahmat o'qing. Do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lida dil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning onasi, go'zal taqdir peshonasi bor, tillo to'la koshonasi bor, Makkatulloh ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning onasi. Assalomu alaykum, qalbida iymon, xulqida islom, qadri cheksiz Robbisi Rahmon, Rasuli Qur'on, vatani jannat, qo'shnisi Muhammad bo'lgan bebahoyam. Qalbimning farishtasi, men uchun jannatlarning ifonajonim. Sizni bugungi Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Onajonim, sizni jonimdan-da ortiq yaxshi ko'raman. Ilohim umringiz uzoq, joningiz omonda bo'lsin. Onajonim tanhoyim, bu dunyoda necha bor kelsam ham faqatgina sizning qizingiz bo'lishni istardim. Sababi siz takrorlanmas, ta'riflarga til ojiz eng mehribon onasiz. Boringizga shukr. Sizga bugun avvalambor cheksiz rahmatlarimni yo'llagim keldi. Jannatim, sizga ikki dunyo saodati-yu Ka'ba ziyoratini, Qur'on tilovati-yu duo ijobatini, iymon halovati-yu til salovatini, mehr shijoati-yu oxirat farog'atini tilayman. Jannatim onajonim, mana shu bergan tarbiyangiz uchun, bergan mehringiz uchun ham hozir men sizga o'xshagan mehribon ona, vafoli yor hamda chiroyli oila bekasiman. Onajonim, siz jannatlarga loyiq onasiz. Ilohim bu dunyoda ko'rganingiz Makkatulloh, chin dunyoda ko'rganingiz esa jannat bog'lari bo'lsin. Va o'sha rohati jon jannat bog'larida ham sizning hozirgidek qizingiz bo'lishni istardim. Onajonim, garchi sizni yaxshi ko'rishimni har soniya, har kun, har daqiqa ayta olmasam-da, sizning mehringiz qalbimning tub-tubida mujassam. Bugun sizdan bilib bilmay ko'nglingizni ranjitganim uchun ham men esa-yu qizingizni kechiring. Mehribonim, sizning mehringiz cheksiz. Sizdek onajonim borligiga Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin. Ilohim baxtimizga, yonimizga ustun bo'lib, rohatimizni rohatlarda ko'ring-ku, baxtning eng baxtli insoni bo'ling. Inshaalloh biz uchun chekkan zahmatlaringizni jannat bog'lari ila, oxirat farog'ati ila o'zmoqlikni Allohim sizga nasib etsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Sizni jonimdan-da ortiq yaxshi ko'raman. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun xil, dunyoni bir chetga qo'yib